Qizlar, mana oxirgi qatorimizni yopishtirmasdan oldin qopqog'imizni endi yechib, konteyner qopqog'i yechib, mana qilib teshib truba yopishtirib olamiz. Ya'ni bu mana bu stebel bo'lsa, ustiga kiyg'iziladigan, mana bundoq lampochkasi ko'rinib turadigan plafon sifat gulimiz bo'ladi. Bu uchun bu issiq suv oddiy plasmas trubasini yupqa devorligini, ya'ni buni 16 taliga tiqamiz. Bemalol turish kerak, lampochkamizni qirib yuborish kerak emas. 25 tali trubasini, 20 tali emas qizlar, 25 tali trubasini 6 sm kusok qilib kesib, qopqonni teshib, men bu yerda bitta sloy izolon bilan aylantirib yubordim. Yaxshi yopishsin deb izolonni trubaga yopishtirdim, kiyg'azdim qopqog'iga. Yaxshilab kley bilan mahkamladim. Hozir bitta kusok izolon yopishtirib qo'yaman bu yoqqa. Bu yerdan ham bu konteynerni qopqog'ini mana bu chuquri nimasi yaxshi. Ortiqcha shurub-purub qilmasdan mana kley bilan to'ldirib qo'ydim. Mahkam ushlayapti. Hech qayoqqa qimirlamayapti. Buni mana bunday yopib, oxirgi lipistoklarimizni endi kleyni betiga surib, bitta taraf kleyimizni qopqog'iga tushadi. Bitta surgan kleyimizni bundan oldingi lipistokning ustiga mana bunday qilib tushadi. Gulimizni yopib chiqamiz. Mana bu pionim bitti. Kattaroq pionim. Xuddi mana bunday qilib yopib chiqamiz. Mana bu o'zagiga, mana bu yerda uchida lampochka, patron, hamma narsani o'rnatib, tayyorlab, 6 sm da mana bu yerni qalinlashtirib stop qilamiz. Gulni mana bunday qilib kiyg'azib qo'yamiz. Tushuntirib oldimmi? Buni orasida qizlar to'yga qilasizlarmi, boshqaga qilasizlarmi? Buni ham ko'rsatib o'tay. Gipsini qo'yib qo'ydim. Qotib tursin, 2-3 kun tursa mahkam qotadi. Gips yoki alibastr ozgincha nomiga PVA kley aralashtirib yuborsanglar, to'ydan ajralmaydi. Ertaga qurigandan keyin men bu yoqqa qaranglar, pionimni o'zagini teplый poli 16 tali trubasidan qilaman. G'unchalarimni balkim qalin simga o'tkazaman, balkim 16 taliga o'tkazaman, ko'ramiz baland pastligiga qarab. Chunki ba'zan 16 tali trubalar egilmaydi. Simdagi simni 2 v 1 qalin simni uni ham ko'rsataman. Mahkamini olish kerak g'unchalar uchun. Betga men 5 ta 16 tali truba kiradigan 20 tali oddiy plasmas trubani tiqdim. Gipsini qo'ydim, qotirdim. Menda 2 ta katta pion bo'ladi, 3 ta g'uncha bo'ladi. Bitta raskritый ochiqroq g'uncha bo'ladi, 2 ta kichikroq g'uncha bo'ladi. Hozircha shunaqa mo'ljallayapman. Sizlar ham gipsinglarni voqliroq qo'yib qo'yinglar, nima qilsanglar ham qotib tursin gulimizni bitguncha. Mana qopqog'imizni tayyorlab oldik. Endi yopamiz. Betlarni fen bilan kerakli darajada ochib oldik va keldik yakuniy qatorimizga. Aytganimdek, mana o'zingizlar ham ko'rasizlar, qat'idir ko'proq ochiladi, qat'idir kamroq ochiladi. Kamroq ochiladigan joy, kamroq ochilgan joylarga tekisroq anaqalarni yopishtiringlar. Ko'proq ochilgan bo'lsa, mana bunaqa qayilgan lipistoklarni yopishtiringlar. O'sha qayilganlar mana bunda turadi. Tekislari mana bunaqaroq, dikkayroq turadi. O'shanda sal balans bo'ladi. No kerakli joyda yana bariga ham fen bilan ochib yuboramiz. Bariga ham bir tekisda bo'lmaydi. Bu narsada juda ham mana o'zingizlarni qiynab tashamanglar. Hozir bu qatorga aylantirdim. Endi bu qatorga aylantiraman. Demak, bu qatordan ichiga bu qator
usti ochuv bo'lishi uchun kleyni sizlarga tushuntiryapman, ba'zan o'zim adashib ketaman. Sizlarga tushuntiradigan narsa esdan chiqib qolmasin deb bu qatorli lipistoklarimizni bu tarafdan kirish uchun kleyni bu tarafga suramiz. Boshlaymiz. Bu tarafga surib, bu tarafdan aylantirib, oxiri yakuni kaksigida mana bu yerdan tiqib bitiramiz. Yarmiga suraman. Aytgandagi bitta tarafim krishkaga yopishtiraman bitta tarafi lipistok ustiga yopishtiraman. O'sha mo'ljal qo'ygan joyimizdan boshlaymiz. Buni yopishtirdim. Mana bu yana qarab oldim. O'rtasiga tushdimi yo'qmi? Ko'ryapsizlar, tekis bo'lsa mana bunaqa qilib dikka bo'lib turadi yopishgandan keyin. Bo'li dumaloqlari mana bunaqa qilib tepaga qarab turadi. Buni yopishtirdim. Tekshirib olamiz. Lipistok ustiga tushdimi yo'qmi? Sizlarga ham ko'rinyapti menimcha. Tekshirib oldik. Buni mana bunaqa emas, buni men полный как будто yopishganda tekshiringlar. Lipistokimizni har doimdagi maksimal mana bunaqa qilib gorizontal tushirishga harakat qilamiz. Keyingisiga o'taman. Kleyni xohlasanglar bu safar 3 marta suringlar, chunki qopqog'imizni yopish kerak. Tak, mana bu o'rtasi bo'lsa, o'rtasiga mo'ljallab yopishtiryapman. Qopqonni yechib aylantirgandan keyin ehtiyot bo'linglar, bu ikki xil joyga tushadi rezbasi. Bu konteynerda o'sha tushirdinglarmi yo'qmi, videomi men noto'g'ri tushirdim, chizuvlarim qiyshayib ketibdi. Nomini tutashayotgan orientirga qarab yopishtirsa ham bo'ladi. Yopishdi, keyingisini suraman. Aytganimdek, bitta chizuv kley qopqon ustiga tushsa, bitta chizuv bundan oldingi lipistokka tushish kerak. Keyingisini yopishtirishdan oldin tekshirib olinglar. Erinmanglar, kley ko'proq ushlab turinglar, yopishsin. Eti-beti ochilib qolmasin, o'zingizga o'zingiz ish ko'paytirmanglar. Bu 1 millimetrlik izolon bo'lgani uchun fen berganda shakli tez buziladi. Shunga qarab diqqat bo'lib, shoshmasdan orasini ochib tekshirib olinglar. Konteynerimiz ochilib qolyaptimi, yo'qmi? Yopilyaptimi? Kley to'g'ri suryapmizmi?
orasi mana yopilyapti. Sizlar ham tekshirib yopishtiringlar, ochilib qolmasin. Va mana keldik oxirgisiga. Bundan oldingisini ochamiz. Buni mo'ljallab qo'ya olamiz. Mana oxirgi lipstokimizni qilib, bundan oldingisini ustiga yopishtirib, piyonimiz bitdi. Endi qaranglar, qayog'i ko'tarilib qolgan. Qayog'i ko'ngilliga o'tirishmayapti. O'shatini fenni ozgincha ehtiyot bo'lib ochib tekis orasida ko'ngildek qilib. Piyonimiz mana endi mana bunaqa plafon shaklida bo'ladi.